Assalomu alaykum qadrli yurtdoshlar, omonmisizlar, kayfiyatingiz yaxshimi? Charchab qolmayapsizlarmi? Bugun biz O'zbekiston jurnalistika va ommaviy kommunikatsiyalar universitetiga tashrif buyurdik. Bugungi intervyularimiz zo'r chiqadi, chunki Farina hamda Abbos bunchalar zo'rsan ko'rsatuv boshlandi. Ha, jurnalistikaga kelib, jurnalistikaga chiqib qoldim, birga salom bergisi kelib qoldi. Har safar men boshlardim-ku, nima bugun siz boshlayapsiz? nima boshlab bo'lmaydimi? Shuncha yildan beri o'zingiz salomlashyapsiz birinchi bo'lib. Endi Farinaxon Hurmatni ham biling. Endi Farinaxon kattalardan deyilgan. Kattalardan. Ya Farina Kattalardan. kattalar deyilsa har doim bo'y hal qilmaydi-da. Qarang-a. Mana shu bizni kallamizga kelmabdi-ya. Abbos kattalardan deyapti, tushunyapsizmi? Ya to'g'ri. Hurmatni ham biling-da. bo'yicha Shuncha kattalar yildan emas. beri o'zingiz birinchi bo'lib salomlashyapsiz. Hech narsa deganim yo'q, mayli mana shu bolani ko'ngli o'ksimasin deb Stop. salomlashing dedim sizga. Napoleon taniysizmi? Eshitgansiz to'g'ri? Bo'ymanday bo'lgan. Shuning bo'yi farqi yo'q demoqchiman-da ish qilib. Assalomu alaykum qadrli yurtdoshlar, omonmisizlar, kayfiyatlar yaxshimi? Biz ko'rib turganingizdek, mana O'zjokuga xush kelibmiz. Xush keldik hammamiz. Albatta, O'zbekiston jurnalistika va ommaviy kommunikatsiyalar universitetida bugun intervyularning eng zo'rlarini olib boramiz. 1 2 3 bunchalar zo'rsan. Ketdik. Abbos Kayfiyatingiz yaxshimi? yaxshi. Rahmat. Omonmisiz, charchamayapsizmi? Rahmat. Qaysi bilan gaplashamiz? Ikkalovimiz bilan. Marhamat. O'zi odatda ustoz sizni kayfiyatingizni nima ko'taradi? Talaba. Nimadan ilhom olasiz? Talabalar va ayniqsa yaxshi talaba. To'g'ri, yaqinda bu kishini men qo'shig'ini eshitib, juda xursand bo'ldim. Mana sizni obunachingiz ko'payganini ko'raman. Ikkovining o'rtasidagi mojaroni ko'raman. Qo'shtirnoq ichida. Bu kayfiyatim oshiradi. Bugun hayotdan gaplashmoqchimiz. Ya'ni bugun sizni yoshligingizni, bolaligingizni eslaymiz. Ko'proq siz bolaligingizni eslashga harakat qilasizmi yoki yoshliknimi? Qaysi biri zavqliroq, sog'inchliroq? Yoshlik. Chunki bolalikda xotira endi kam bo'lgan bo'ladi, yoshlikni eslagan. Necha yoshingizda ko'proq? 14-15 dan buyog'i. 20 yosh. Ustoz, sizda ham birinchi muhabbat bo'lganmi? Ana. U bog'chada bo'lgan. Bog'chada bo'lgan. Bog'chada biz Sizda mana bog'chadagi. Yo'q. Lekin birinchi muhabbatni ismi hech ham yoddan chiqmaydi deyshadi. Menga bir kun savol berishdi-da, shu sizlarga o'xshagan provokator jurnalistlar. Ya. Aytdiki, Sherali Jo'rayevni dedi. Birinchi muhabbatim qo'shig'ini eshitganingizda ko'zingiz oldiga kim keladi? Men nima javob berdim, bilasizmi? Aytdim Sherali Jo'rayev dedim. Ko'zim oldiga. O'zi asosan ustoz siz sochingiz oqarib turgan bu talabalarmi, hayotmi, yangammi, qaysi biri? Qiziqaman har doim mana nimaga ustoz? Endi soch oqarishi bu tabiiy fiziologik holat. Hayotda past bolaliklari bo'ladi. Lekin hozir tushunyapmanki, har narsaga siqilish kerak emas ekan. Kuni kecha Faqat bu savol beryapti. Kuni kecha Instagramingizda ko'rdim, mana bozor kuni bozor qildim. To'g'ri. Dadajoningiz bilan stories qo'ydingiz. Mana savol, ish bilan bo'lasiz. Oxirgi marta ularga insof bilan ayting, nima yaxshilik qildim deb o'ylaysiz? Kimga? Ota-onamgami? Oxirgisi, eng oxirgisi. Qarzimiz ko'p. Qarzimiz ko'p. Men o'zimga mo'ljalladim. Mana shu qish ta'tili keladi-yu, yanvarda. Ota-onamni men xorijga navbatdagi biz ko'p borib turamiz. Bu safar ular ko'rmagan, ular hali bilmaydi, bilmagan mamlakatga bormoqchi. Ustoz, siz mana ota-onangizga ko'proq sizni yaxshi ko'raman deysizmi yoki ko'p meni kechiring degan so'zni ishlatasizmi? Men yaxshi ko'raman deyman. Hozir Juda ko'p aytaman. Bemalol. Bo'ladi. Eksklyuziv, juda ham zo'r. Kimga qilamiz? Onamizga qilamiz. Undan avval onangizni 3 ta so'z bilan ta'riflang. Siz uchun ular qanday insonlar? Mo'tabar, betakror, mehribon. Menimcha Farina ustozlarda ham bor ekanda, dadadan hayiqish hamma deb o'ylar ekan. U farqi yo'q ekan, reks. Salovat bosadi-da baribir ham. Qarang, birdaniga oyinadi ustoz. O'sh qani? Assalomu alaykum, ona yaxshimisiz? Alaykum assalom, yaxshimisan, tuzukmisan? Sizni juda yaxshi ko'raman, sog' bo'ling. Juda mehribonsiz. Yaxshi ko'raman. Sizga har doim bu gapni ayta olmayman, juda yaxshi ko'raman. Voy rahmat, xursandman. Sizning ismingiz o'sha Mo'tabar, dunyodagi eng chiroyli ayolsiz. Tot azizim mo'tabar bo'lib yurgin degan duo bor ekan. Bo'ldim eshitib. Rahmat onajon. Yaqinda sizlarga bitta surpriz bo'ladi, uni keyin e'lon qilaman, xo'p? Yuragingizni yormagin. Sog' bo'ling. Yangilarni yaxshi kutib olinglar, sog' bo'ling. Rahmat. Ustoz, mana odatda siz har doim onangizga qo'ng'iroq qilib yaxshi ko'rishingizni aytganingizda nimani his qilasiz? Ko'nglingizda nimalar o'tadi? Qanday tuyg'ular bo'ladi? Qaysi kunlar yozingizga keladi ko'pincha? Kecha bir film prezentatsiyasiga bordik. Diyora kel Diyorova to'g'risida bo'ldi-da. Diyora kel Diyorova aytdiki, men yoshligimda qish kunlarini yomon ko'rardim dedi. Chunki dedi, krossovkam teshik bo'lardi, oyoq kiyimim dedi. Yugursam suv o'tardi, ko'zimdan yosh oqib ketdi. Yonmay o'tirdik. Diyora mana oldimda o'tirdim, orqada. U ham yig'ladi, men ham yig'ladim. Mana hozir ham tanam boshqacha bo'lyapti. Men ham yoshligimda shu teshik krossovkam bo'lgan, ochiq. Bu yomg'ir yog'sa suv kiymadim, ona krossovkam
yo'q, men maktabga bormayman desam, shunda oldilarda. Keyin shu yarmarkaga olib tushib, onam bilmadim, oyog'im teshik, tasavvur qiling. Men ham salafan kiyib olganman. Men uyalmayman bu narsadan. G'ururlanaman qaysi ma'noda. Chunki shu tinchlik ko'rganmiz. Qarang, hammani oyog'iga chiroyli e'tibor bering, mana qarang. Gavhar oyog'iga qarang, bu yigitning oyog'ini qarang. Hozir biz orzu qilardik, o'zingniki chiroyli, mana ikkovingniki. Ha, arzon. Arzonmi? 100 dollardan kamini kiymaydi Abbos. Sizlar oxirgi savolda. Labi, keyin shunda onam bilan yurib 100 ta do'kondan balki zo'rg'a topganmiz. Shu Diyorani gapini ko'rib shu eshitdi. Sovuq kuni bo'lganda uyimiz sovuq bo'lganini yoki onam bir boshqacha ovqat qilib berganlarini, xonim masalan. Qizim ham yig'laverdi. Mana shu kunlarni ko'rib, men bugun shukrona aytaman. Menda bilis savollar bor. Agar hozir yutsam, yo'q, men Farinaga javob beraman. Yaxshi gap. bilis savollarim bor. Tezroq javob berishga harakat qilasiz. Sog'inmoq yoki sog'intirmoq? Sog'inmoq, Kulmoq yoki kuldirmoq? kuldirmoq, Sevmoq yoki sevilmoq? sevmoq. Ya. Ikkalovi ham. Kechirmoq, kechirim so'ramoq. Kechirmoq, Tushunmoq yoki tushuntirmoq? tushuntirmoq, bizni tushuntirmoq. Oxirgisi Abbos aka Farina. Men ikkovini bir qildim. Meni ikkita eng sevimli boshlovchilarimiz, ochig'i. Har doim bizni esga oladigan shogirdlardan bo'laylik-da. Endi birgalikda bunchalar Qo'sha o'sadi. qarab baxtli bo'laylik. Ya. Ya, o'zini yo'li bilan. Bu yaxshi pochtali tufli olib beraman. Shu bir ketsin, iltimos. Bu masovchi boraman. Men buni nomidan boraman. Buni nomidan masovchi boraman. Ya. Bunchalar bir qildik. Hammani orzusi, hurmatli do'stlar. Men aytgan gap bu hammani orzusi. To'g'rimi gapim? Balki. Yo'q, men ijtimoiy tarmoqdagi bularni followerlar nomidan aytaman. Shularni oila qurish nasib qilsin, baxtli bo'lsin. Qo'ying, nima deyapsiz? Yaxshi yigit bu. Kechasi uxlaganda. Bunchalar zo'rsan. Assalomu alaykum. Assalomu. Qalaysiz? Zo'r. Kayfiyat zo'rmi? Zo'r. Siz bilan men bir xil ekanmiz, ha? Sabzi yedingizmi siz? Yedim. Foydasi yo'q. Ha. Yolg'on ekan. Baribir. Siz quyonni bo'yi uzun bo'lish kerak edi, to'g'rimi? Ha. Sabzi. Yana nima variantlar? Turnikka tortildingizmi? Siz bola o'tirib voy bechora. Rasa. Pullarim mazur bo'lib ketdi. Aytmang, meniki ham. Umuman bu. Bunday olib qarasa, bo'ladiku shu hayotim, to'g'rimi? Mana misol uchun, Xudo ko'rsatmasin. Hozir tepada mana shipir-mipir tushib ketsa, birinchi bo'y uzilan kallasiga tushadi. Ha. Biz qolamiz. Biz qolamiz. Yomg'ir ham eng oxiri biz boshimizga tushadi. Nimani qoyillatib yuribsiz hozir bu yerda? O'qishga kelgandim jismoniyga. Bizda o'zi bu yerda o'qishimiz kerak edi deb biz orzular qilib keldik. Aslida filologiyaga kirgandik. Balabon Lekin filologiya deb. nariyoqqa haydab yuborishdi bizni. Bu yoqqa o'qish kerak edi. Shu topshirmabdi. Bir kam dunyoda. Shu. Men shu yerda o'qiyman, lekin kelishga vaqtim yo'q. Endi syomkalar bilan keling almashaylik. Siz meni o'rnimga Abbos bo'lib o'qib turaverasiz. Qo'ying, qiynalasiz lekin. Nimaga? Filologiya juda ham qiyin. Bu yoqqa ham bormayman-da. Bu yoqqa ham bormayman. Jurnalistikani tanladingiz demak. Qaysi yo'nalishini? Filologiya yapon tili. Annyeonghaseyo. Ha? Koreyscha gapirdingiz. Yapon tilida qanaqa bo'lardi? Konnichiwa. Ha. Konnichiwa. Konnichiwa. Ya, koreyscha gapiryapsiz. Qarang-a. Mana shu bizni kallamizga kelmabdi-ya. Yaponcha gapirdim hozir. Yo'q, yaponcha gapirmaysiz. Yapon til. Men e'tiboringiz uchun ingliz, nemis, yapon, Yolg'on qo'shmang. yo, yolg'onsiz. Yapon, Xitoy, Bangladesh, Kamboja tillarida bez aksent, ya'ni umuman to'xtovsiz jim tura olaman men. Ha, Buncha molodesmi? jim tura olasiz. Zo'r. Siz yapon tilida gapirish bilasiz? Ozgina. O'sha biladigan so'zlar bilan tomoshabinlarga gapiringchi, mana salom yo'llayap, qalaysizlar deb qani. Ohay go'zal emas. Ya u go'zal. Ohay go'zal emas deyaptilar-da. Go'zal emas. Bu nima degani u? Assalomu alaykum degani. Ko'ringchi u nima degani? U ham salom, faqat bunaqa obedda aytiladigani bor, ertalab aytiladigani bor. Siz hozir qaysini aytdingiz hozir? Ohay go'zal emas, assalomu alaykum. Konnichiwa desa ham bo'ladi. Har xil. Meni ismim nima? Vatashiva Muxlisa. Vatashiva Abbos. Vatashiva Muxlisa. Vatashiva Begzat aka. Vatashiva Muxlislar. Vatashiva Uzjoku. Mana savollar sizga. Agarda bugun oxirgi kuningizligini aytsa, eng oxirgi gapingizni kimga nima deb aytgan bo'lardingiz? Ota-onamga aytardim. Nima derdingiz? Sizlarni yaxshi ko'raman derdim. Lekin har bir kunimiz balki oxirgi bo'lib qolishi mumkin. Keling, vaziyatni boy bermasdan hozir telefon qilib yaxshi ko'rsangiz aytamiz.
Alo. Ayo, Ha, Muxlisa? men sizni yaxshi ko'raman. Ha, men ham yaxshi ko'raman qizim. Tinchmisan? Boringizga shukur. Qayerdasan? Ko'rsatuvda. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Ona bunchalar zo'r sani ko'rasizmi yo'q, to'g'risini ayting. Ko'ramiz, rosa yaxshi ko'ramiz. Ismimni nima? Toping, ismimni toping. Abbosbek. Omon bo'ling, omonmisiz? Oilaviy ko'ramiz, yaxshi. Boringizga shukur. Rabbi, men hozir qizingizni ushlab oldik. Sizni qattiq yaxshi ko'rar ekanlar. Ha. Farzandingiz bilan faxrlanasizmi? Faxrlanaman. Men ham Omon yaxshi bo'ling. ko'raman qizimni. Shunday farzand katta qilganingizga rahmat. Sog' bo'ling. Demak, boya ham aytuvdingiz, to'g'rimi bu gap? Ha, boyam Kerak ertalab aytdim, yo'q. Pulchda o'zi. Achdi. Shu uchun ekanda, rahmatnoma aytilibdi. Bunchalar zo'r sanib qo'yamiz. Bunchalar zo'rsan. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Salomatmisiz? Darslarga kelyapsizmi yoki bu yerda ustozmisiz, ishlaysizmi? Men ham talabaman. Talabasiz. Yaxshi. O'qish yosh tanlamaydi. Menimcha shu yoshlikdagi armonni ro'yobga chiqardingiz, to'g'rimi? To'g'ri. Bugun kuningiz qanday o'tishini istagan edingiz va shunday bo'lyaptimi chin ko'ngildan xohlagan bo'lsangiz? Albatta. O'zi odatda kuningiz qanday bo'lishini istaysiz? Muhim atrofimdagilar ham xursand bo'lishi Kimni kerak. sog'inyapsiz? Bolalarimni Bundan deyapti. tashqari yana kimni sog'inyapsiz? Kimni qo'msayapsiz? Onam. Onajoningiz hayotlar o yaxshi. Necha yoshlar? 71 yoshda. Qanchalik baxtli farzandsiz a? Shunda onajoningizni farzandlari, nevaralari, evaralari ham bormi? Bor, Xudoga shukr, chevaralari bor. Ularga qanday e'tibor berishga harakat qildingiz? Hali qilishim kerak bo'lgan vazifalarni bajarganim yo'q. Ota-onam, endi otam olamdan o'tdi. Yaqinda bu armon bo'lib qoldi haqiqatan ham. Lekin onamning oldidagi burchimni hali ado etganim yo'q. Hozir ayni paytda onajoningiz uchun nima deyishni istagan bo'lardingiz? O'zi aslida men o'qishimga asosiy sababchi ham onam. Onam yoshligida diktor bo'lishni orzu qilgan. Juda ham chiroyli qilib she'rlar hali ham o'qiydi, aytib beradi bizlarga. She'rlarni bilasizmi onajoningizni? O'sha sizga yodlatgan. Ular ko'p aytadigan she'rlarni bilasiz? Bilaman. O'zlari yozgan she'r, Yo'q, o'zlari yozmagan. yodlatgan she'rlar. Ha. Aytib bera olasizmi? Har kuni non yopganda, kir yuvganda deysizmi, ro'zg'or tashvishlari hammasini bajarayotgan vaqtda baland ovozda she'r o'qib qilardi-da, yemishlardi. Vodiylarni yayo kezganda bir ajib his bor edi menda, chappari urib gullagan bog'in, o'par edim vatan to'prog'in. Bolaligimda aslida bu she'rni onam yozgan deb bilardim-da men. Keyinchalik maktabga chiqib adabiyotni o'qigandan keyin muallifi boshqa ekanligini his qilganman. Haligacha onamning farzandlari, nabiralari mana shu she'rni onamniki deb biladi. Chin yurakdan-da. Ayni paytda siz onajoningiz uchun nima deyishni istagan bo'lardingiz? O'zi uchun hali yashagani yo'q. 71 yoshga to'ldi, lekin hali ham o'zi uchun o'zi harakat qiladi. Onajoningiz, bujonimiz ko'rib turgan bo'lsalar mana shu loyihani. Ikki og'iz gapingiz ularga. Onajon, men sizni juda ham yaxshi ko'raman. Siz meni qalbimda hamisha men uchun ilhom farishtasi bo'lasiz. Bu gaplarni eshitib onajonimiz juda xursand bo'ladilar va yuzlariga yana nur ko'payadi. Bunchalar zo'rsan. Assalomu alaykum, boyota. Rahmat. Charchamayapsizmi? Rahmat. Mana yaxshi keling, yaxshi keling. Sizlar universitetimizga. Siz xush kelibsiz, nechinchi kurssiz? Voy, birinchi kurs. Men 3-kurs, siz xush kelibsiz. Siz shu o'qiysizmi? Men zavuchni o'qiyman-da, shu uchun ko'rmaysizlar meni gaplangan. Keling mana. Nima mana shu oynada hamma qizlar rasmga tushadi, mana tushunmayman-da. Bu endi- Bu sehrli oynami bu nima? Bu endi qizlarning avtoriteti. Даже bolalarni ham. Bu qaysi universitet o'qiyotgan bilinib turadi-da. Ha, Oling avtoritet. telefon bilan rasmga tushasiz. Telefonim iPhone emasdi. Tekin payti tushib oling. Aytib Mana monolar so'rasa 50 ming, 50 ming, 50 mingdan chiqadi. Bo'ldi, unda tekinga tusharkanman. Ya? Shohruxxon знаете? Hind aktyor Shohruxxon. Знаете? Я тоже знаю. Ismingiz? Qutlug'beka. Qutlug'beka. Birinchi kurs talabasi. Birinchi kurs talabasi. G'iybat sostav. Sostav, mani sostavim. Sostav. Tanishtiring. Chotki sostav. Durdonaxon, Aha. Diyoraxon, Ibubin. Hop, siz hozir nominatsiya qo'yib chiqasiz mana shu uchta o'rtog'ingizga. Yilni eng ko'p gapiradigan dugonasi nominatsiyasi g'olibasi Diyoraga. Diyoraxonga hop medal topshirdik. Eng kam gapi. Turishni qara. Turishi ham kam gapda buni qaranglar. Eng ko'p pul ishlatadigan. O'yingizdan borsa nominatsiyadan aytadi agar. Mana Durdonaxon. kafeda
Yuringlar bugun bu yoqqa boramiz. Buncha ana kuni bankka o'g'irlikka tushganmi deyman-da, shuning uchun bu. Da. Yilni eng uyquchi o'quvchisi. Mas'ul har doim hozir boraman, uxlab qolman degan kim? Kimamiz? Va, o'zi Mana bor. insof yes, da, net. Insof bor. Ozgina. No. Ko'proq mana kimdan pul olasan? Oydan deysiz. Oydan. Uchalovidan eng ko'p gaplashadigan inson. Eng ko'p gaplashadigan Mana. mana. 3 ta yaxshi xislatini ayting, agar ular bo'lsa. O'ylab ko'rish kerak. Men sizni поддержка qila oladi. Orqangizga turib O'zi ham hayron meni aytyapti. Puldan muammo yo'q bilan yursangiz. Bugundan boshlab jigarmiz, do'stim, shunday qilib. Uchalovilar ham bizdan qo'linglarni o'rtoqlarga cho'zinglar, iltimos. Bitta o'yinimiz bor. Ya siz hali qo'lingizni cho'zmay turing. Qo'lingizni cho'zing uchalovilar. Uchalovi ham suvga tushib ketdi, tasavvur qiling. Birinchi bo'lib qo'lingizni kimga cho'zasiz? 4 xil variant bor menda. Xo'sh. A variant. Bu o'rtog'ingiz. B variant bo'ladi. B, C bu, D variant akulani qutqarish. Becharalar qo'li qolib ketdi. Akula bilan oldida ana qaraqa, mehribonroq, bunday olib qarasa. Akulani jonida saqlab qolamiz. Tanishamiz, mana katta kobra, mana anakondaxon. Bularga ham kichkina nomlar berib chiqamiz. Dugonalaringizni yaxshi ko'rasizmi? Albatta. Uchalarini ham choramasini yaxshi ko'raman deyapsizmi? Конечно, voy. Mening do'stim, sevib qolsang men bilan dardlashardik. Bunchalar zo'rsan. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Siz yaxshimisiz? Yaxshi, Darslar yaxshi bo'ldimi? Zo'r. Qolmadingizmi darslarda? Uyg'oq o'tirasizmi? Ha. Inson o'zi qachon uyg'onadi aynan? Nima sababdan? Oilali bo'lganda deb o'ylaysizmi yokida ota-onani maslahatlari bilanmi? Menga ko'pincha ota-onamning maslahatlari, ulardan motivatsiya olaman har doim. O'sha senga ishonamiz qizim. O'qishga topshirayotgan paytimda ham Samarqandni belgila degan edi o'zi aslida, lekin men Toshkentni belgilaganman aynan mana shu universitetda o'qish uchun. Aytganman dadamga, o'sha universitetda o'qiyman baribir deganman. Olg'a gazini bos degan keyin dadam menga motivatsiya bergan. O'shandan keyin Qayeri go'zalisiz? Samarqand. Samarqand qayerdansiz? Ishtixon. Samarqand qizlari nimalar bilan har doim go'zal bo'lishadi? Milliy kiyimlari bilan qoshlariga o'smalar qo'yib yuradi, sochlarini o'rib, chiroyli bo'lib. O'sma qo'yasiz? Siz ham. Voy, yaxshi. Men yoshligimdan beri oyimiz buvijon menda o'smalar qo'yib qo'yardi. O'sha buvijonnakda yashaganman, ko'p borib turardim. O'sha paytlari ko'p qo'yib turardi. Birinchi pishirgan taomingizni eslaysizmi? Mastava qilganman. Birinchi. Yaxshi chiqqanmi? Oxirgi pishirgan taomingiz? Oxirgi pishirgan taomim menimen bo'lgan. Menemen. Ha, menimen turkcha. Yaxshi chiqqan. Maqtab iste'mol qilishgan. Juda ham yaxshi. Bunchalar zo'rsan. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. To'g'risini aytayim, buni menga yordam berdi. Mana. Ichingizda dushman saqlab yurgan ekansiz. Mana men uchun joy ochib qo'yishdi. Ikkita chiroyli qiz. Assalomu alaykum, rahmat. Qaraysiz. Sizdan zo'r shpion chiqar ekan borki, o'ylinga. Aytmadingiz, pichillab ham qo'ymadingiz, dugonangiz-ku. Yurak-yurak tushib qolsa nima bo'lardi? Buni banitsaga yotqiz. Qaramasdingiz keyin. O'tiring bu yoqqa. Bu yoqqa keling. Hammani ham oldiga bormaydi bunchalar zo'rsan. Keling, yaqinroq keling. Ismingiz? Shahzoda. Shahzoda. Pulkaroy. Pulkaroy. Nimani g'iybat ketyapti hozir? Video. Voy, mazgilar. Aytdim, men quloq mamotlari qizyapti dedim. Siz menga qarang, nima meni buncha chiroyli bola ekan deysiz, ko'z tegib qolsa nima bo'ladi? Shunaqa dedim. Boydan beri aytayapti, endi chiroyli bola ekan, chiroyli bola ekan. Endi qanaqa tushunish kerak? Men ham birovni ukasiman, birovni o'g'liman men ham. Bo'y buncha past ekan dedim. O'rlayvermang, mening ham o'g'lim bor. Shu gap uchun ertaga o'sib kelaymi? Ertaga o'sib kelaymi? Yaqin dugondalar. Yo, anaqami, hozir shunchaki taqdir taqozo qilganligi uchun. Kursdoshlar, voy bu. Oldingizdan qora mushuk o'tganmi hech? Mana. 7 qadam orqaga qaytmagan ekansizlar, shuning uchun shu bilan xudo. Qadam. Tamizdoning, gaplayman. Xafa bo'ldim qara. Ko'nglim bor-ku meni ham, to'g'rimi? Axir dil og'rig'i yomon-ku, to'g'rimi? Aytib qo'y, men o'tgan safar bitta qiz shunaqa deb ko'nglim og'ritdi. 2 kundan keyin uydagilar erga berib yubordi. Kechirim so'rasangiz so'rang, yo bo'lmasa siz ham ketasiz. Berishmaydi. So'raysizmi yo'qmi kechirim? Kechirasiz. Yaxshilab so'rang. Abbos Kamoliddinov. Men ismingizni ayting. Sizni xafa qilib qo'yganim uchun chin dilimdan kechirim so'rayman. Abbos Kamoliddinov. Haqiqatni aytib qo'yganim uchun chin dilimdan kechirim so'rayman. Sen ketman bilan beliga solasan, men oyog'iga o'roq bilan solaman.
Duoga oching qo'l. Qizlar sizlar ham ochib oringlar. Ilohi amin. Sizlar ham ochib oringlar. Xulkaroy keyingi yil erga tegib ketsin. Amin. Aytganim kelsin. Endi to'shna ketasiz. Buni masisi kirgizib kerak emas bu. Bu odam bo'lmaydi bu. Bu shu uydagilarga ham joniga tegancha toshkentga jo'natib yuborishdi buni o'qishga. Ikkita variant bor, yo erga beramiz, yo o'qitamiz bor edi. O'qitamiz variant o'qib qoldi. Dadangizga Ahmad qancha yaxshi ko'rsatdi? Dadamga 2 kun bo'ldi. Pul tashib. 2 kun oldin bu qiz pulli bo'pti. Mana hozir ham mana sochingizni to'g'rilab oling. Baribir uydagilaringiz xursand bo'lishadi. Rahmatlaringizni ayting. Dadajon, ayajon boringizlarga shukur. Sizlarni judayam yaxshi ko'raman. Hozir onajonim bilan otajonim haj safarlarida. Nechta farzand? 2ta. Men ukam. O'sha bolaga sabr. Ayniqsa mana hozirgi kunda uni boshidan qiyin kunlar o'tyapti, chunki oyi bilan dada biron joyga ketsa, opa degan bitta zot bor dunyoda. Ona bu oladi mana ukalarga. Nima shunaqasilar? Biz ularni hayot sinovlariga tayyorlaymiz. Qarang-a. Mana shu bizni kallamizga kelmabdi-ya. Biz bilmagan ekanmiz opalarimning xususiyati borligi. Gap yo'q. Bunchalar zo'rsan deb qo'ying. Bunchalar zo'rsan. Siz ham sizga shart emas. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Yaxshi. Qanchadan beri mana shu loyihani tomosha qilib borasiz ijtimoiy tarmoqlar orqali, televideniya orqali? 2 yil bo'ldi. Ko'rardim. Nima ko'proq sizga yoqdi? Ana qiziqish, kulgili holatlar ko'p bo'ladi. Yuzingizga tabassum yuguradimi? Ha. Aynan qaysi savolni har doim intiqlik bilan kutasiz? Bilmadim, hozir anchadan beri ko'rganim yo'q, 5-6 oydan beri. O'qish bilan bandsiz. Ha, band. Kuniga necha soat dars qilyapsiz? 4 soat, 5 soat. Qizlarning kayfiyatini pul ko'taradimi yoki gulmi? Gul. Hop, kimdan oxirgi marta gul oldingiz? Ukamdan olganman, tug'ilgan kunimda. Aynan o'sha gulni sizga qanday tuyg'u bilan bergan edilar? Ukam uyatchakroq, o'shanga. Shunchaki berib qo'yganlar. shunchaki Balki bergan. o'shanda mehri bordir o'sha gulda. Ha, mehri bor. Ismingiz? Madina. Madinaxon, keling ismingizni har bitta harfiga o'zingiz biladigan salbiy jihatingiz va ijobiy xarakter jihatlaringizni aytib o'tishingiz kerak bo'ladi. Madina M harfi, Mag'rur. mag'rur, A harfi, Aqlli, ha. D harfi. Da, Dangasa? dangasaroqman. Dangasamisiz? Ba'zida. Aynan nimada dangasa bo'lib qolasiz? Dars qilishda. Yo'q, ovqat qilishda, nafaqachiligimda. Eng yaqin dugonangiz? Mubina. Mubinaxon. Ha, shu yerdalar Mubinaxon. Mayli, ko'rsatuvimizni nasib xudo xohlasa tomosha qilsalar, Mubinaxonga yaxshi ko'rishingizni aytib qo'yasiz. Do'stligimiz har doim mana shunday mustahkam bo'lsin deb qo'yasiz. Ular uchun syurpriz bo'ladimi? Mubina, sizni yaxshi ko'raman. Siz eng yaqin do'stimsiz meni. Bunchalar zo'rsan. Yana nimani boshladingiz? Yaxshimisiz? Omonmisiz? Bilmayman. O'zingizdamisiz? Nima bu? Zapas sizga tushunyapsizlarmi? Shikolat olib bersangiz aytaman. Biz gapiring. Shirinlik? Shikolat. Nima sababdan endi sizga shirinlik kerak bo'lib qoldi? Balkim xayrlasharsiz? Shikolat olib bersangiz xayrlashaman, gapirmay turib. Abbos, o'zingizni yosh boladek tutyapsizmi? Katta bola edingiz-ku? Qayerda qoldi endi katta bo'lish? Katta bola edim, kichkina bo'lib qoldim. Shikolat bering keyin aytaman. Mayli, bor edi-da. Gapiring bo'lmasam. Tort. Qayerdan tortni olaman endi? Bo'pti, aytaymi to'g'risini? Ha, gapiring. Oynaga sochimni taragani keluvdim. Yozuvni o'qib qoldim mana. O'qing. Bu sehrli ko'zgu sizni 5 yilga yoshartiradi. qarang. 40 yoshga qaytdingiz, Farinaxon. O'shaman. Hech narsa o'zgargani yo'q. O'sha Farinaman. Men yoshardim. 15 yoshimga qaytdim, Farina. Olis 15 yoshim. Muhabbatdan aylangandi boshim. Muhabbatdan aylanmasa boshim. Nima kerak 15 yoshim? Bu endi hazilmidi hozir? She'r to'xtadim. Endi ko'rsatamiz oxirida yana bir tomoshabinlar kayfiyatini ko'taraydim deb. Qadrli yurtdoshlar, o'zingizni asrang. O'zi umrni insonni yoshartiradigan narsa bu kulib yurish. Ya'ni kulgu umrni uzaytiradi deydi. Aynan bunchalar to'g'ridan ko'rsatuvchilarni 5 yilga emas, 10 yilga, 30 yilga, 40 yoshingizga qarab yoshartiradi. Nimaga? Chunki biz ko'rsatib bolaligimizni eslatamiz. Siz ham bolaligingizni esladingiz degani bu yoshlikka qaytdingiz degani. To'g'rimi? Albatta. Mana shu ko'rsatuv sizlarga yoshlikni, bolalikni, beg'uborlikni eslatadi. Biz bilan birga bo'ling. Eng yaxshi kayfiyat biz bilan birga azizlar. Farina mana hozir hamma ishga o'xshab ketyapti. Biz ham xayrlashib sekin darsga kiraylik. Ha. Endi ko'payapti cho'ta. Sizda ko'payapti, meni ko'paymayapti. Qadrli yurtdoshlar, omon bo'ling. 1 2 3 Bunchalar zo'rsan.